Polikistozda har farzandsiz 3 ta ayoldan O'zbekistondagi statistikaga qarangda, farzand yo'q 3 ta oiladan bittasida polikistoz diagnozi qo'yiladi. Butun dunyoda tuxumdon polikistoz sindromini davolaydigan lichina standart yo'q. Mana shu dorini ichasan, homidor bo'lasan degan dori yo'q. Eng zo'r dorisi vazn bo'lsa vazn tashlattiramiz. Harakat kam bo'lsa ko'proq yurg'izamiz. Uyqusi yomon bo'lsa vaqtida uxlatamiz. Keyin ko'pchiligi bular noto'g'ri ovqatlanadi. Nimaga noto'g'ri? Gazli kola fantali ichadi, fast foodlar yeydi, shirinliklarni yaxshi ko'radi, tarkibida rang beruvchi, hid beruvchi, maza beruvchi, ta'm beruvchi ximikat mahsulot yeydi. To'g'ri ovqatlansin deyman. Daraxtdan chiqqan, yerdan chiqqan, tabiat yaratgan, Alloh yaratgan narsalar yesin. To'g'ri ovqatlanish, sport bilan shug'ullanish, vaqtida uxlash, dam olish, vaznni korreksiya qilish, mana shu 4 ta 5 ta omil 80% davo degan. Doktor yozadigan dorisi 20%. Agar dorini ichgan bilan o'ziga harakat qilmasa, ya'ni jarlikka tushib ketgan holatda qo'ltiqdan ipni bog'lab tortmani demasdan o'zi ham tirmashib, shox-shabbadan toshlarni ushlab chiqishga harakat qilsa, natija bo'ladi. Ikkita bolasi bor ayolda polikistozga kurashish ancha oson. 7 yil, 10 yil, 12 yillab polikistoz bilan qiynalib yurgan ayollar bor. 3 yildan oshiq holatda biz eko tavsiya beramiz. Dori yozaverishadi, charchab ketdim, jig'ildonim qaynab ketdi, oshqozonim dori qabul qilmay qoldi, allergiya beradigan bo'lib qoldi deydi-yu. Ichadigan dori bera olmaydi. Unda eko qiling deymiz. Ekoda imkoniyat qo'l kaltaroq bo'lsa, unda vazn tashla deyman, ozgin deyman, iroda kerak, to'g'ri yashagin, to'g'ri ovqatlan, Alloh beradi biror kun deyman. Yechim qilaverasiz, xod qidiraverasiz, labirintga tushib qolgandan keyin. Sizda folikulangizni o'stirishga ham garmon berishadi, folikulangizni yorishga ham garmon berishadi, kasalingizni to'g'rilashga ham garmon berishadi. Garmon olgani sari polikistoz kasalligingiz ichi-ichidan kuchayib ketaveradi. Ya'ni vaznga vazn qo'shilaveradi. Mana labirintga tushib ketaverasiz. Shuning uchun men umuman garmonsiz davolashga harakat qilamanki, bemorni o'ziga ko'proq yukit beraman. O'zi harakat qilsin, o'zing harakat qil. Dieta qil, to'g'ri ovqatlan, sport bilan. Birinchi so'raganim shuning uchun, nima necha soat yurasiz bir kunda? Har kun 10 ming qadam, ili bo'lmasa 1 soat, 2 soat piyoda yurish kerak. Har kun yurishni ko'paytirsa, hayz vaqtida kelaveradi. Faqat hozir ikkita bolangiz bor ekan deb, turbangiz ochiq ekan deya olmayman. Men hozir turbalaringizni ko'rib qo'yishim kerak. Men ko'rdim 4 ta bola tuqqan ayolda turbasi bekilib qolgan. Keyin gormonlaringizni tekshirib qo'yishim kerak va eringizni spermogrammasi va morfologiyasini ko'rishim kerak. Ikkita bolasi bo'lgan erkakda ham morfologiyasi 2% chiqqan holatlari, 1% chiqqan holatlarni ko'p ko'rganman. Mana shu yerda ham ba'zanda bor.